Okay, demak ko'pchilik o'quvchilar B1, B2 darajasida bo'lishiga qaramasdan speakinglari umuman 0 yokida sal-pal rivojlangan. Agar sizda ham xuddi mana shu muammo bo'ladigan bo'lsa, bu muammoga juda ham ajoyib, juda ham samarali va juda ham qiziqarli yechim bor. Lekin bu yechim ishlashi uchun siz ozgina bo'lsa ham ingliz tilida gapirishni bilishingiz kerak. Ozgina bo'lsa ham. Demak, nima qilasiz? O'zingiz qiziqqan, kundalik hayotingizda tez-tez o'ylaydigan, fikr yuritadigan biror bir mavzuni olasiz. Avtomobil bo'ladimi, kitob bo'ladimi, o'qish bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar. Siz asosiysi o'sha mavzuda tez-tez o'zbek tilida o'ylaydigan, fikrlaydigan bo'lishingiz kerak. Ana undan keyin shu mavzuni ingliz tilida yoritib berishni boshlaysiz. Va bu jarayonda siz juda ham ko'p bilmaydigan so'z va gaplaringiz bilan to'qnash kelasiz. Va aynan mana shu yerda sizga ChatGPT, Gemini, Grok yoki shunga o'xshash boshqa AI'lar yordam beradi. Demak, nima qilasiz? Siz bilmaydigan gapingizni shunchaki ChatGPTga solasiz, tarjima qildirasiz va o'sha gapni yodlaysiz. So'zni emas, bizga so'zni alohida yodlashning umuman keragi yo'q. Bizga aynan gapni yodlash kerak. Ya'ni siz mavzuni yoritishni boshladingiz va qandaydir gapni bilmay qoldingiz. O'sha bilmagan gapingizni ChatGPT orqali tarjima qildirasiz va yodlaysiz. Aynan amaliyotda, kontekstda. Ishonavering, bu metod bir qarashda nimjon tuyulgani bilan aslida eng samarali metodlardan bittasi. Chunki bu amaliyotda bajarilyapti. Ya'ni siz o'rganadigan narsa aynan amaliyotda va siz qiziqqan, siz doimiy tarzda fikr yuritadigan mavzu doirasida bo'ladi. Aynan shu narsa siz yodlagan gapni esingizda doimiy qoldirishga sabab bo'ladi. Tabiiy ravishda keyingi safar ham siz aynan mana shu mavzuda fikr yuritayotgan paytingiz, ingliz tilida yoritib berayotgan paytingiz mana shu mavzuni siz oldin yodlagan gaplaringizni qiynalmasdan gapirasiz. Bu esa sizdagi fluency'ni, ya'ni oqimni yaxshilaydi. Tutilmasdan, qoqilmasdan gapirish esa sizga bora-bora o'zingizga bo'lgan ishonchingizni qurib boraveradi. Hech bo'lmaganda 7 kun mobaynida har kuni 1 soatdan mana shu metod orqali ishlab ko'ring. 7 kun ichida sizni speakingingiz prosta. Siz albatta speaking skillingizni A1 darajadan rivojlantirib kelishingiz kerak edi, lekin bu narsani qilmagansiz. Katta ehtimol bilan speaking ko'nikmasi aynan A1 darajasidan rivojlantirilishini sizga o'rgatishmagan bo'lsa kerak. Ishonavering, B1, B2 darajada speakingni yaxshilashdan bundanda yaxshiroq boshqa metod deyarli yo'q. Biz shadowingni misol qilib olishimiz mumkin. To'g'ri, shadowing yordam beradi, lekin shadowing birozgina qiyinroq. Bu esa oson, chunki bu siz aynan xohlagan mavzularda erkin muloqot qila olishingizni ta'minlaydi. Aynan shu sababdan bu metodning samaradorligi juda yuqori. Lekin tabiiy ravishda bu narsa ishlashi uchun siz ozgina bo'lsa ham ingliz tilida gapirishni bilishingiz kerak. Agar umuman ingliz tilida gapirishni bilmasangiz va 0 dan 3-5 oy ichida 6,5 darajaga, ya'ni B2 darajaga chiqish niyatingiz bo'lsa, siz albatta bizni kursimizga yozilishingiz shart. Kursga havolani kanaldan topasiz.